Koreyslarni ramyonini o'z qonun qoidasi bilan pishirsanglar, tuppa-tuz ovqat bo'lar ekan. Unda ishimizni qozonga ozgincha yog' quyib, sosiska yoki tovuq go'shtini qovurib olishdan boshlaymiz. Qovurilgan sosiskalar ustidan suv quyib, ozgina qaynatamiz. Qaynash vaqtida ramyonning ichidan chiqqan o'zini ziravorlarni ham qo'shib birgalikda qaynatamiz. Men aynan shu halol sertifikati bor shin ramyondan foydalandim. Endi qaynab chiqqan suvimizga xamirni ham solib 10 minut qaynatamiz. Endi o'zingizlar yaxshi ko'rib yeydigan ser hamda bitta dona tuxum qo'shib 5 minut qaynatamiz. Ser qo'shib tayyorlaganda ramyonni o'ta achchiq ta'mini kesadi, o'zgacha shirin ta'm beradi. Qarabsizlarki, bir zumda achchiqqina juda mazali ramyonimiz ham tayyor. Bir xillikdan zerikkan bo'lsanglar, bir marta bo'lsa ham tayyorlab yeb ko'rishinglarni maslahat beraman. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar. Izohlarda o'z fikringizni kutib qolaman. Videoni achchig'ini yaxshi ko'radigan do'stinglarga jo'natib qo'yishni unutmanglar.